Mana kalla po'chish quvozlariga bog'lasa qo'l bola qilib kalla po'chalarga yudirishni boshladik. Ayog'ini. Ha? Ayog'ida kalla o'shiyor. Ayoq kalla mana. Necha kiloli bu? 40 kiloli. 40 kiloli ekan. Bog'lasa, Voy, yapti onu. mana garilkalar ham mana qo'l bola bog'lasa. Holatda mana bu kichkina to'shasi bor. Legirovka qilib ishlatilaveradi mana. Bog'lasa. Mana shu holatda boshlab oldik. Kimga mahnat xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Mijonga aloqaga chiqaveradi. Nomeringizni aytib qo'ying. O'rgata. Menga emas. Garantiyani erta beraverasiz. Mana 99 ning 290 29. bunaqa garilkalar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni yozib qo'yamiz mana. Legirovka qilib. Mana tuyoqlarni bog'lasa, yuzishni boshladik. Mana bag'da tayyor. Xudo xolasa yuvgan tayyor. Onini to'sa bo'ldi. Bizga tayyor. Shunga ham hozir bunda stolga qo'yib turib, stolga suv Mana garilkalar yonishi mana mana shu holatda. Bemalol legirovka qilib pishirgani ham hamma tomoni. Novvosma qo'yganlarga atalak ishlashsa ham bo'laveradi mana. To'g'rasiga pasaytiring. Abdulaginga nima qilgin? Tashlab beradi. Bitta osib qo'ygan ekan men, bu bilan ko'rib turib. Qasena. Nima qilsinlar? Narigini qo'y. Bu bo'ldi hozir. Ana qilsinlar. Bo'lmasa tayyor. Ha? Mana bog'lasa qolgan ishlarni ham davom ettiryapmiz. Kadr yo'q deysizlar mana kadr. Ha, Ulam aka. Qandoqlarganmi? Ha? Bor, hozirlar. Obunachilar. Obunachilar. Kallarni bir bo'lay mana. Qolgani mana. Qolgan kutyonlar metta mana. Tuyoqlari. Bu qatqalash kerakmi? Ha, ashuni qatqalash kerak ekanda. Buni ishqalash kerak buni hozir. Mana hali ishqalayapti. Chaqib qo'yiladi. Katta qozonga to'g'rildi. Qondiga kelgan yo'qmi?